Haqiqiy o'lchamlik bag'ilni qanday boshqarishni bir bilib olsak. Hozir biz shu Oqsuvda turyapmiz. Shu professorlar dаңлық janjallar qandaroq bog' boshqardi. Shuni bir tan ko'rib boqaylik. Shu Ibrohim kam o'z qo'li bilan boshqargan bog' mana. Haqiqiy o'lchamlik bag'ilni qanday boshqarishni bir bilib olsak. Hürmetlik bag'ban diqqat olsa yaxshimisizlar? Yuqorida Jizon İmamjon nayet yaxshi bir savol o'tirib qo'ydi. Asli fan texnika xodimlari shu ulgulik baqqa vaqtda yaxshi yoki bir baqqa vaqtda shu daraxtning turiga, o'rin sharoitiga shu baqqa boshqara oladigan o'zining kasbiy seviyasiga asosan, anadagi mush daraxtlarningki tikilish anjisiga asosan qo'yiq tikildimi yoki shalang tikildimi, shu 4 xil omilga qarab turib bu daraxtning shaklini bekitib qo'yamiz. Bu odatda mush baqiradigan bo'lsak, bu 6-5. Qur aralığı yani, rat aralığı 6 metre, tüp aralığı 5 metre tikilgan. Bir moyada 22 tüp almadırığı var. Mana qaraydigan bo'lsak, mush almadırığında mana eng o'lchamli daraxt shakli dishki bo'ladi. Mana birinchi qavatdagi asos shaxmi, asos qo'l yer yuzidan mishak chiqishcha 50 sm atrofga keladi. Ammo 50 sm ustida mana bir shox, ikki shox, uch shox, uch asos shox shakllandi. Endi mush uch asos shoxdan ikkinchi qavatdagi asos shox oralig'ida odatda 80 santimetrdan 1 metr 20 gacha araliq bo'lish kerak deb qaraymiz. Ondan keyin ikkinchi qavat bilan uchinchi qavatning aralig'imi 1 metr atrofida bo'lsa, muvofiq bo'ladi deymiz. Chunki umum daraxtning gavdasi oyoq 60, mo 1 metr 160, mo 1 metr 2 metr 60 bo'ldimi? Shuninglar 3 metr 80 ta umumiy egizlik kontrol qilinadi. Endi shoxlarni o'rlashtirishda mana birinchi qavatdagi 3 shox, bu 360 gradusga naq ashu 120 gradusdan to'g'rilaymiz. To'g'rilab ikkinchi qavatga mana mo boshqa to'g'rilaymiz. Va ikkinchi birinchi asosan mo boshqa, mo ikki shoxning o'tirishiga, mo ikki shoxning o'tirish keladi. Nimishqa? Ustma bo'lib qolsa, quyosh nuri ketilganda birinchi qavatdagi shoxlarga soya to'shiladi deb. Mo'lat uchun qaraydigan bo'lsak, soya to'shmaydi. Mana mo'mi quliq yuruq qiralaydi. Maşaqni to'q yuruq qiralaydi. Ammo endi boshqa to'g'rilangan birisi a boshqa to'g'rilangan. Shuning bilan quyosh nuridan iborat bu energiyadan to'liq foydalanishga shunday kirishtiramiz. Ammo olmamiz qaraydigan mana qarasak mana bu buloq meva kirib ketgan bo'lg'achqa mana hozir qaranglar bir meva o'si degan ham shu. Meva o'si desa boshqa narsa deb qolmasam bag'manda meva mana bir meva o'sida 1 2 3 4 5 6 olmagan gap. Endi mush alman yana bir hafta 10 kundan keyin fiziologik to'kilish tugaydi. Mushun urug'lari, ojizlari yoki tugab tushib ketgandan keyin yana 3 kun 4 kun olma qoladi.